Salom qizlar, bugun uy sharoitida qanaqa depilyatsiya qilishni o'rganamiz. Kanalimda nafaqat manikyur haqida, balki boshqa mavzularda ham videolar chiqishini xohlasanglar, kommentariyaga yozinglar. Boshqa mavzularda ham videolar chiqaramiz. Hozirgi videomiz depilyatsiya haqida, ya'ni uy sharoitida qanaqa depilyatsiya qilish haqida. Hozir ishlatadigan markamiz RuNail. Bilasizlar, RuNailda manikyur narsalari ham chiqaradi. Gel-lak, gel. Ulardan tashqari mana shunaqa depilyatsiya uchun naborlar ham chiqarishni boshlabdi. Hozir ko'rib chiqadigan narsalarimiz bu vosk depilyatsiya uchun, qozonchamiz, mana bunaqa palichkalarimiz, losyon, talk. Shu narsalar kerak bo'ladi. Bu men o'zim uyda o'zim hozir ishlatadigan usulda depilyatsiya qilishni o'rgataman. Birinchi bo'lib kerak bo'ladigan narsamiz bu talk yoki prisipka, детский prisipka bo'ladi-yu. Hozir men bu RuNaildan talkni ko'rib turibsizlar. Mana bunaqa объемda bo'ladi, mana bunaqa yaxshi yopilgan bo'ladi. To'kilib ketmasligi uchun yaxshilab spesial krishechkalar qilingan. Bu depilyatsiyadan oldin terini yaxshi tayyorlab beradi. Ya'ni teri nam bo'lsa vosk olmaydi. Keyingi kerak bo'ladigan narsamiz bu voskni o'zi. Buni har xil hidli turlari bor, lekin agar siz hidsiz bo'lishini xohlasangiz, oddiy klassik varianti ham bor. Men sraz katta объемda olaman uzoqqa yetish uchun. Va keyingi kerak bo'ladigan narsamiz bu mana bunaqa derivanniy palichka, ya'ni yog'och cho'pchalarimiz. Bu depilyatsiya voskga surayotganda yordam beradi. Ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi, naborda anchagina ko'p bo'ladi. Keyingi kerak bo'ladigan narsamiz losyon spreyi. Bu o'sha voskdan keyin tanaga sepiladi. Men sraz katta объемda olaman. Bu teridagi voskga qolib ketganlarini olib tashlaydi. Terini yopishqoqligini ketkazadi, terini ancha-muncha yumshatib ham beradi. Va yana bitta kerak bo'ladigan narsamiz bu tinchlantiradigan gel. Bu mana bunaqa 250 ml da bo'ladi, anchaga yetadi bu ham. Bu nega ishlatiladi? Bu depilyatsiyadan keyin terimiz ozgina раздражённый bo'ladi-yu, endi stress bo'ladi terimiz uchun yuvilgandan keyin tuklarni. Bu terini tinchlantirib, miyatali bo'lgani uchun, ya'ni yalpizli bo'lgani uchun ancha terimizni sovutib, охлаждающий effekti bor, terini sovutib, tinchlantirib beradi va qizarishlarni, ishishlarni anchagina oladi. Va depilyatsiyamiz uchun eng kerak bo'ladigan narsalardan bittasi bu mana bunaqa ko'rinishdagi qozoncha. Qozoncha bu menimcha odam o'ylab topgan eng qulay narsalardan bittasi depilyatsiya uchun, chunki bu depilyatsiya jarayonini ancha tezlashtirib beradi. Mana qozoncham 100 wattli kuchi bor. Men bu ichidagi idishini объемi 400 ml. Buni mana bunaqa temperaturasini o'lchaydigan gradusniki bor. Bemalol xohlagan temperatura qo'yasizlar. Ichida mana bunaqa qozonchasi bor, idishchasi va ustida krishkasi bo'ladi. Simini uzunligi ham o'rtacha, yetadi bemalol ishlatsanglar. Endi depilyatsiya jarayonini boshlaymiz. Ya'ni qozonchamizni to'kka tiqib, ichiga o'zimizga kerakli объемda vosk solib, mana buni temperaturasini oxirgacha qo'yamiz. Chunki voskni eritib olishimiz kerak. Vosk eridi. Ehtiyot bo'linglar, issiq vosk bilan teringlarni kuydirib qo'yishinglar mumkin. Shuning uchun temperaturasini o'chirib yoki kamida kamaytirib turishinglar kerak mana. Metga qo'yib qo'ydim, ya'ni o'rtachasi. Voskimiz ozgina sovishi kerak. Eritib olganimizdan keyin ozgina sovutamiz. Ungacha ham terimizni tozalab olamiz. Salfetkada, влажный salfetkada. Keyin mana bu talkimizni suramiz, terimizni quritib olishimiz kerak. Nam teriga vosk yopishmaydi. Voskimiz sovigandan keyin, qo'limiz bilan teganda qo'l kuymaydigan darajaga yetgandan keyin tuklarni o'sishiga qarshi suramiz, ya'ni pastdan tepaga qarab suramiz.
Hozir oyog'imizda ko'rsatib beryapman. Mana. Va yulayotganda tepadan pastga qarab yulamiz. Yulayotganda ko'rib turdinglar, ikkinchi qo'limiz bilan terimizni bosib turamiz. O'shanda uncha-muncha og'rimaydi. Va mana depilatsiya qilib bo'ldik. Birinchi yulishimiz, endi ikkinchisini shunaqa qilib to zonamiz tugaguncha shunaqa yulib chiqasizlar. Kichkina bo'laklar qilib. Depilatsiyani tugatganingizdan keyin spreyimizni sepamiz. Sprey bu qolib ketgan vosklarni olib tashlashga yordam beradi. Ustida agar yopishqoq bo'lib qolgan bo'lsa, teri ham bu olib tashlaydi yaxshigina. Sprey surtib oldik. Undan keyin gelimizni olamiz, ya'ni tinchlantiradigan gelimizni olamiz. Terisi noziklar bilsa kerak, depilatsiyadan keyin teri ishib qoladi, qizarib qoladi. Bu narsani gel anchagina tinchlantirib beradi. Mana videomiz tugadi. Yoqqan bo'lsa like bosish esingizdan chiqmasin.